Meksika televideniyasining mahsuloti. Esmeralda. Bosh rollarda Leticia Calderon hamda Fernanda Colunga. Rodolfo rolida Enrique Lizalde. Fatima rolida Laura Sparta. Lucia Malaver rolida Salvador Pineda. Melesio rolida Ignacio Lopez Tarso. Ssenariy muallifi Luz Orlin. Bastakor José Antonio. Rejissyor Marta Luna. Prodyuser Salvador Mejia. Benicio! Yo'q. Benicio! Yo'q. Tushunarli. Qulupnay o'g'risini tutganga o'xshayman. Kimsan? Bu yerda nima qilyapsan? Javob ber. Tegma menga. Kimsan? Nahol jodugarning qiziman. U meni ilonga aylantira oladi. Menga tegsang chaqib o'ldiraman seni. Nimalar deyapsan? Men daryoga ham aylana olaman. O'zim ana o ikki qoya orasidagi buloqda yashayman. Agar menga ziyon yetkazmoqchi bo'lsang, seni pastga, g'orning tubiga itarib yuboraman. U yog'iga seni girdob tortib ketadi. Esing joyidami? Sen po'riq bilan oltin gugurtligini hidini sezasan. Bu yerga ham ajal boshlab kelgansan. Yo'qol bu yerdan deyapman. Ket. Boshqa bir yerga qaytib kelma. To'xta. La'nat. Ikkimizga ham oson bo'lmagandi o'shanda. Senga qiyinroq bo'lgan. To'g'risi menga ham. Ziray yo'qolganini eringga aytganingdan keyin qay ahvolga tushganimni bilsang edi. Ha, Krisanta, esizdami? Zirakni poytaxtda qoldiribman deyishga majbur bo'lgandim. Vaqtdan yutishimiz kerak edi. Rodolfo o'sha zumrad ko'zli zirakni juda ham yaxshi ko'rardi. Chunki u zirakni avval buvisi, keyinroq esa onasi taqqan edi. Balki qidirib toparman. U ayol aslida pul ham, tilla buyum ham olishni xohlamagan edi. Necha yildan beri sirimiz ochilib qoladi deb bu yerga kelishga qo'rqardim, Krisanta. Kuyinma bolajonim. Ering necha martalab Kasagrandga kelib ketgan bo'lsa-da, bu ishni sezgani yo'q. Xavotirlanishing o'rinsiz. Xotirjam bo'l bolajonim. Baribir hali ham qo'rqaman. O'sha ayol tirikmi, yo'qmi? Hanuzgacha bilmaymiz ham. Tepalikda yurgan bo'lsa kerak. Yolg'iz o'zini tashqariga chiqarmagin degandim. Chiqarma, ilojim qancha? Oyog'iga kishan solib qo'yaymi? Echki sutini yemib katta bo'lgan. Endi uloqchada sakrab o'ynaydigan payti keldi. Bir baloga yo'liqmasin ish qilib. Xavotir olmang. Toshdan toshga bemalol sakrab yurishini ko'rib, o'zim ham hayron qolaman. Nima bo'lganda ham yolg'iz yurishi xavfli. Esmeralda uchun xavfi yo'q.
barcha qizlarni ko'zlari barmoqlarida deb hisoblaydi. U istagan joyga quyosh charaqlab turganda ham, zimziyod tunda ham bemalol boraveradi. Unda negadir meni uyimga olib boruvchi yo'lni topolmayapti. 2 kundan beri borgani yo'q. Oyog'iga o'zi xo'jayin. Unga buyruq bera olmayman.